Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli Dolqunlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 1-qismining davomini anglatamiz. Ajab bir zaman bo'ldi. Olam chirgilay deydi. Yurakdagi zardab suv qonga o'rilay deydi. Bu nima degan zo'rliq? Osh dedi badoq, mol dedi badoq, berdi dedi badoq. Endi qizimizni so'randikan. Qarindoshlarımızın turmidagi azoblarini, beajal o'limlarini angladim-ku. Shularni ko'rib turib uyga solinib o'ltirsam qanday chidayman? Senmi qanday chidaysan, apa? Bu bizning beshimizga tushayotgan ko'pat emas. Yuzlab, minglab oilalarning beshiga tushayotgan ko'pat. Hukumat buning qaysi birini hal qilgan? Necha million muntazam armiyasi, zamonaviy qurol yarog'lari bor hukumat. Bu ishga qarab turamdi. Bir necha o'g'rining parakandachiligiga kuchi yetmasmi? Bugun harambog'ni cho'qim olamiz. Bugun shuning bilan Gomindan qo'shinlarining g'o'jiligi eng og'ir qismlari taltuk tugaydi. Sizlarga qalbi yor bo'lsin. Dushmaninglar yer bilan yakson bo'lsin. Naqshining har bir so'zlari dona-dona, ochiq va mardona edi. Yomulning ichi zaylik, bu dardlarga nima deylik? Erkinlikka bel bog'lab, yaxshilikni izdaylik. Shu chaqda bosh to'xu kechining qora bag'rini yerib qichqardi. Bosh to'xuning ovozi xuddi ko'mirdek qop-qora tunni osta-osta qo'g'layotgan tongning shapsidan derak berdi. Naqshi qo'shiqining misralari qalbini hayajonga solgan Anvar apandi bu jimjitlikni buzib maqsadini aytishga o'tdi. Xo'sh, endi qanday qilish kerak? Bo'yinga tushgan sirtmoqni so'rab yuraveramizmi? Erkinlik uchun balni bog'lab, yaxshilikni izdaymizmi? Vaqt yetdi. Sirtmoqni uzdigan vaqt yetdi. Sirtmoqni uzish uchun harakat qildigan vaqt yetdi. Cho'nqur xiyolga cho'kib o'ltirgan Nodam va boshqalarmi mushu so'zdan keyin boshlarini ko'tarishib bir-biriga qarashdi va umid ishonch chaqnagan ko'zlari bilan Anvar apandiga tikilishdi. Bu alomatlarni bayqab o'ltirgan Anvar qanday qilish kerak? Mana buning uchun Nodamning okisining o'lishidan 3 kun burun turmadan chiqargan xati bizga yaxshi javob berdi. Dedi-da, büyülük ostidagi kichik sanduqdan Nodirning turmada yozgan xatini oldi. Bu xat onasiga yozilgan. Anvar apandi xatni buningdan 2 yil burun Gulpamxonni yo'qlab borganda men saqlab qo'yay deb elib olgan edi. Gulpamxon xat turmadan chiqarilib qo'liga tekkan chaqda faqat bir qitimli o'qitib olgan. Nodam bo'lsa uning mazmunidan xabarsiz. Boshqalar texmo xabarsiz edi. Uning ko'ngli bir qismi bo'lib okisining xatiga talmirib qoldi. Boshqalarmi taqozolik bilan xatning mazmunini anglashga intizor edi. Ular o'z umrlarida talay salom xatlarni anglagan. Lekin u xatlarga mundaq tashnolik, taqozolik bilan talmirmagan edi. Bu xat go'yo ularga dahshatli qorong'ulik ichida yo'l tepib beridigandek yoki qadamini qayoqqa yo'tkashga buyruq beridigandek tuyulmoqda edi. Anvar qanday qilish kerak degan savolga mushu xatdan javob bermoqchi. Shunga u dolqunliq hissiyotga cho'milgan edi. Xat nefis tomorqa qog'oziga ushshoq qilib yozilgan. Anvar o'qishga kirishdi. Xatda mundaq deyilgan edi. Ana, sana men turmaga kirgandan beri birinchi xatimni, shundaqla oxirgi xatimni yozyapman. Kishi dunyoga ko'z ochgan ekan, uning beshida oxir bir kun o'lim bor. Lekin
kishi dunyoga kelib arzigudek ishlarni qilib o'lsa, u yosh bo'lsa-mu o'zidan rozi bo'ladi. Uni boqqan ota-onasi, al yurtimi uningdan rozi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men dunyoga ko'z ochgan kunimdan tortib, menga onalik mehringni to'kib, butun yoshligingni sarf qilib, meni asrab o'stirding. Baxtli bo'l bolam deb, bor yo'qingga qaramay o'qitib qatorga qo'shding. Meni cho'ng qilg'ucha ig'ir yillarni hopash qilib mo'kchayding. Yuzlaringga qo'riqlar tushdi. Tishlaring sarg'aydi. Chochlaring oqardi. Umr soati 23 ga so'qqanda, mana men hozir qorong'u zindonda yetibdiman. Burnimga qon puraydi. Ajal o'z soyasini ustingga tushirib turmoqda. Ehtimol ati ko'z yumarman. Ehtimol o'gin. Ehtimol xetimni davomlashtira olmasman. Endi baribir. Shundoq ekan, ona, men baxtsiz bo'lib qoldimmi? Senchi? Ba'zilar meni nodir baxtsiz deyishidi. Senimi baxtsiz ona deyishar. Yo'q. Bu baxtning nima ekanligini bilmaganlik. Anvar hayajonlanib o'qiyotgan xetini to'xtatib Nodamga qaradi. Nodamning ko'zidan ixtiyorsiz etilib chiqqan ikki tomchi yosh uzun kirpikida ilinib, to'xtab mag'ziga temib tushdi. U qurg'in qalpukini tili bilan namdab qo'yib, xat o'qishni davomlashtirdi. Ana, mening o'qituvchilarim, tarbiyachilarim haqiqiy hayotga ko'zimni ochib, do'st dushmanni tunutdi. Kishilik hayotimizni saqlash uchun o'z taqdirimizni o'z qo'limizda tutib kurash qilishning lozimligini o'rgatdi. Qorong'uchilik bizni o'rib olgan zulmni faqat kurash bilan yo'qotqili bo'ladiganligini tushundim. Shuning uchun jinim onam, seni va millionlagan jafokash xalqimni ozod qilish uchun mustabid hokimiyat va uning maloylarining qilmishlarini fosh qilish, xalqni uyg'otish yo'lida harakat qildim. Afsuski, qo'lga tushib qoldim. Biroq buniga hargiz pushaymon qilmayman. Bundaq bo'lishni bilatdim. Ona, kishi dunyoga ochiq alam yutqili. Xo'rinish bilan beshini sangiltib, unsiz yurgili. Paskinchilikda bo'lg'inib, qurtdek midirlab yurgili kelamdi. Kishi dunyoga kim nima desa, xo'p deb o'z ajrini boshqalarning yeriga to'kib, bir nonning g'ayribi bo'lib, to'ymas yalmovuzdek hammamizning boyligini yutayotganlarning qopiqiga va kishining eqiga qarab umr o'tkazish uchun kelamdi. Umrimiz shirqirab oqqan loysudek o'tayveramdi. Ana, men baxtsizmi? Yo'q, baxtsiz emasman. Mening qalbim darddan, hasratdan, adolatsizlikdan og'irganligiga xushalman. Agar mening qalbim hech nimaga og'rimaydigan bo'lib qolsa, buningdan ortiq baxtsizlik bo'ladimi? Ana, sen baxtsizmi? Yo'q, senmi baxtsiz emassan. Sen meni o'stirib qatoriga qo'shding. Mening umrimning oxirgi soatlari qoldi. Sen o'z xalqingning baxti uchun kelish sepida qurbon bo'lgan o'g'lingning baxtli onasisan. Men texi hech qancha ish qilmagan edim. Qiladigan nurg'un ishlarim bor edi. Men ishonamanki, orzularim cho'qim amalga oshdi. Pat yaqinda tanglik, ozodlik o'z jamolini ko'rsatdi. Ana, paskinchiliklarni, ishpasliklarni, xo'rinishlarni qon bilan yuyib, bosh ko'taradigan kunimiz keladi. Ishon ona, endi zulm uzoqqa bormaydi. Anvar xatni o'qib tugatganda Nodam yig'layotdi. Biroq u tirniqini tatilab, beshini sangiltib o'ltirgani yo'q. Yosh tomchilari eqiyotgan ko'zini bir nuqtaga tikib, tishlarini kirishtirib, mushlarini tugib o'ltiradi. Boshqalarning ko'zlaridan yosh ayqigan.
yuzlari jiddiy tus olgan. Yuraklari qiyniga patmagandek tomirlari tez urib hayajonlangan edi. Ular himu go'yo cheksiz ketgan qorong'ulik zulmat ichidan yolqinlanib bir o't ko'rinayotgandek bilinmoqda edi. Ko'nglingni buzma. Yig'lama odam. Dedi Anvar uningga tasalli berib. Mana, akang qandoq odamkan? Uning hayoti qandoq hayotkan? Ezilayotgan, yanjilayotgan jafokash xalqi uchun hech narsadan qo'rqmaydigan botir inqilobchi ekanligini ko'rdik-ku. Sen shundoq akang bo'lgani uchun faxrlan. Xushal bo'l. Anvarning so'zidan keyin nodam o'pkidab ketdi. G'azabdanmi yoki hasrat alamdanmi aytavur uning ko'ngli qattiq bozilgan edi. Uning ko'z oldiga oqsi Nodir shundoq aniq gavdilanib keldiki, xat yerim didor deganlar kam aytgan ekan. Ana, uning oqsi o'z inisi bilan yuzma-yuz o'ltirib mungdashmoqda, sirtashmoqda. Ana, uning oqsi inisiga kelajakka to'liq ishongan so'zlarini varqirab aytmoqda. Ana, uning oqsi inisini yolqinliq qaynoq kurash ichiga chaqirmoqda. Bu xitoblar nodamning yurak bag'rini shundoq to'lqinlatgan ediki, go'yo u aytilishga tayyor turgan bombadek qisilmoqda edi. Bo'ldi. Yig'lama. Hozir yig'laydigan payt emas. Yig'i bilan Nodir apandining umidini oqlig'ili bo'lmaydi, dedi Anvar. Yig'lash bilan ish tamatmaydi, uka. Bu xat bizning endi qanday qilishimiz xususida ko'nglimizga bir o'y sep qo'ydi. Dedi G'oyitmu sarg'uch burutini silab turib o'ylangan holda. Jamoliddin cho'nqur xiyoldan beshini ko'tarib mundaq dedi. Bo'ldi qilin odam. Akangning xati seningmi, meningmi ko'zimni ochdi. Bizni o'yg'otdi. Rost emasmi? Umrimiz paskinchilikda bo'lganib, qurtdak medirlab yuriyotimiz-ku. Nodamning ko'z yeshi to'xtamadi. Uning yeshi yeli to'xtaydigandek emas edi. Bo'pti, yig'lib ol, dedi Anvar apandi o'rnidan turib. Sening bu yig'ing bekor ketmas. Oz kunda bu yig'lar etilgan o'q bo'lib qola. U uy ichida u yoqdan bu yoqqa mengishqa boshladi. Bu holat xeylig'icha davom qildi. Qonliq yara. Nodam ko'zini xeylig'icha tikib turgan bir nuqtadan uzib, birdilla Anvarga tikildi. Anvar aka, mening ko'ksimda qonliq yaralar bor. Shundaq. Butun alning ko'ksida qonliq yaralar bor. Yarni saqaytish kerak. Uni kim saqaytadi? Osmondan biri tushamdi yoki boshqa yoqdan biri kelandi? Mana endi o'qituvchisi o'quvchisining ko'ziga tikildi. Bir minutdek jimliq hukm surdi. Yo'q. Davatni nodam birdilla va ovozining qattiq chiqib ketganini o'zimiz sezmay qoldi. Faqat biz saqayta olamiz. Mana, barakalloh o'g'il. Mana endi erkin odamsan. Mana endi o'z xolig'ingni qila olaysan. Biz akangning izini besib, u o'ylagan zamon uchun kurash qilishimiz lozim. U ko'ngliga pukkan niyatiga yetib, go'yo tikkan ko'chisining mevasini yegandek huzurlanib ketdi. Shunga do'lqinlangan yurakini bosolmay, ko'tarangi ovoz bilan mundaq dedi. To'g'ri aytding, inim. U yarni biz saqaytimiz. Bu yara qo'limizga miltiqni olganda cho'qim saqaydi. To'g'ri, jondan kashmiguncha jononga yetkili bo'lmaydi degan gap bor, dedi Kevirmu o'zini bosolmay. Nodamning oksining kelajakka to'liq ishonch bildirgan xati. Anvar apandining yolqinliq bu so'zi kurash yo'lini ko'rsatib, ularni bu yo'lga sakrab tushishga tayyor holga keltirgan va ularni qandoqdir bir kuch bilan jonlantirib etgan edi. O'qituvchisi bilan o'quvchisi qo'llarini bir-birining murisiga qo'yganda, har ikkilisining yuragi yolqinliq bir padiga tang tepmoqda edi. Anvar Nilqi tog'larida yuz berayotgan yangiliklardan texi gap ochmadi.
hozirgi ahvolga qaraganda do'stini kurash yo'liga sakrab tushishga tayyor turgandek qiladi va ularning uyg'onib qo'zg'alganligi belinib turadi. U Nilqi tog'laridagi yangiliklardan so'zlashni yana bir qitimliq suhbatga, ya'ni o'gillikka qoldirdi. Shuninggacha Nizomiddinga xat yozib, do'stlari bilan toqqa chiqib ketishga, uning qanday qaraydiganligini bilish qaroriga keldi. Biz yimirilmas kuch bo'lib o'yishdik, dedi Anvar jiddiy holda. Agar vaziyat taqozoligi bizni kurashga chaqirsa, u hammasiga sap soldi. Nodam, Qoyid, Kevir, Jamoliddinlar xuddi hujumga o'tishga tayyor turgan jangchilardek yurak bag'rini do'lqiltayotgan bir narsaga intilib turishadi. Belimizni bog'lab, maydonga tushalamizmi? U sinoq nazarida sabdoshlariga qaradi. Jinimiz fido uka, dedi Kevir yangroq ovoz bilan. Sen nega boshlasang, biz shu yerga tayyor. Boshqalarmu Kevirning so'ziga qo'shilib, orqa-orqadan mardona ovozlarini jaranglatdi. Ular qasam ichishdi, va'da berishdi. Ular amdi dardmand dehqonlar emas. Ulug' niyat yo'lida otlangan, erkinlik uchun jinini tikkan qahramon jangchilar edi. Ular qaytib chiqqanda tangmu yo'ray deb qolgan edi. Anvar Nodamni ayirib qoldi. Mayari kel, o'ltir. Nizomiddin akangni tunasan? Sizning so'zlab berganingiz bo'yicha ko'rsam cho'qim tunuyman. Yaxshi, undaq bo'lsa, men xat yozib beraman. Sen akirib, javobini ep chiq. Bo'ladi. Nodam birdilla Nizomiddinning ismini anglab, uni ko'radigan bo'ldim deb hayajonlandi va yuragi qin-qiniga patmay urib ketdi. Biroq, nima deysan? Boyga nima deymiz? Boyga Anvarmi o'ylanib turib qoldi. To'xtang, amal topdim. Opam og'rib qoldi. Uning qaraydigan odam yo'q. Shahardan tuqinimizni ep chiqay deb, boydan so'ramam deb. Hozir rostli opamning mijozi yo'q, dedi Nodam oldirab. To'g'ri, bu amalingmi bo'ladi, dedi Anvar. Va qo'liga qalam oldida xat yozishga o'ltirdi. Uning qalami qog'oz ustida tez-tez yo'rg'alashga boshladi. Nizomiddin aka, sizga alayda yangi xabar yetkazaman. Bu ishlarimdan birinchi qatimliq unumga erishdim. Jiddiy kuzatishlardan o'tgan jangchilardan guruh qurildi. Yezdimi tashkillik bir ulug' kuch dunyoga keldi. Bu xatni guruhimizning qaysar jangchisi, navaqtda ko'chada hiliqi cheriklar bilan ilishgan Nodam ismli yigit akirib ketdi. Javobini tezroq berasiz. Hozir mening o'limdan qo'rqmas, mardona qaysar jangchilarim tayyor bo'ldi. Nilqi tog'lariga qarab safar qilsa qandoq deysiz? Biz taqozolik bilan buyruq kutmoqdamiz. Anvar apandi qisqa xatni tomorcha qilib qotildi-da Nodamga uzatdi. Mana, tez akirib, tez qayt. Bo'ladi. Nodam kayniga burildi. To'xta. Agar yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, chatoq bo'ladi. Xatni qayerga solsan? Nodammu o'ylanib javob berdi. Mana, topinimning ostiga. U putidagi cho'riqni ko'rsatdi. Yaraysan. Nodamning hilali yosh to'lgan ko'zlaridan kulki ko'rindi. Yana bir intayin muhim ish bor. Atrofni yaxshi bayqa. Nizomiddin akam buningdan keyin biznikiga kirganda atrofni yaxshi kuzatib ker degan edi. Hozir shaharda poyloqchilar ko'p. Agar ko'chada, darvozaning oldida yo'chun kishilarni bayqasang, kirmay yinib chiq. Sagak bo'lmasaq bo'lmaydi ukam. Bayqab kiraman. Nodam kayniga burilib mingib eshik tubiga kelganda Anvar uni yana to'xtatib oldi. O'yni bilsan-ku. Siz deb bergan ko'chada-ku. Ha, shu ko'chaga kirib, 3-darvozaga kirsan. O'yning eshigiga tum qora kigiz qiqilgan. Tushundim. Nodam chiqib ketdi. 10-bob. Bu shaharning to'g'ri ko'rik bozori engovat bozorlarning biri. Hozir bu yerda kishilar tomga choplangan rasmlik tashviqot varaqasini qisqa-qistan bo'lib ko'rishmoqda. Bu tashviqot varaqasiga rasm chizilgan.
Rasmga qosqon shapkisining mangliyiga 12 qirliq kakar taqıgan Gomindang askarlarining ko'ksiga miltiqning ishtikini g'azab bilan urayotgan bir qo'zg'olonchining surati tushirilgan. Rasmning ostiga "Yo'qolsin Gomindang, yashsun inqilob" degan shoir yozilgan. Borgan seri ulg'ayotgan kishilar to'pi ichida yuzlariga tabassum yugurib, rasmga zo'qilib qarab turg'uchilarmi? Bu xabarni boshqalarga yetkazish uchun hayajondan o'zini bosolmay, tezla burilib ketib borg'uchilarmi va o'ngsili o'chib, demi ichiga tushib ketguchilarmi bor? Kishilar texi tunugungacha ozodlik nomi bilan choplangan tashviqot varaqalarini ko'rib kelyotdi. Uningga Gomindanga qarshi bosh ko'tarishning, ozodlik sepiga uyushishning lozimligi yozilgan edi. Endi bo'lsa, bosh ko'targan inqilobchining jonli qiyofati gavdalanibdi. Bu kishilarni hayajonga solmay mumkinmi? Birdamdan keyin atrofga saqchi yig'ib ketdi. Ular to'plangan kishilarga olib qarab, asabiylarcha varqirashga boshladi. Darhol tarqilish, Rodopayla. Bo'lmasa, hozir kallangdan is chiqadi. Bu yerga kelguchilarning oyog'i uzilmaydi. Rasmlik tashviqot varaqasi to'g'riliq xabar eg'izdan eg'izga, quloqdan quloqqa yetib, hayol bo'lmay, necha yuzlagan kishi yig'ildi. Saqchilarning shuncha qattiq varqirash devaylashlariga, do'qlariga kishilar pisand qilmadi. Saqchilar qo'pollik bilan varqiraydi. Hey, tarqilish, Rodopayla, o'lgim kelishdimi? Nemachi bezanlashib ketdi bu haq? Lekin xalq tarqalmadi. Saqchilar ularga tashlanib, tarasiltib qamchi soldi. Odamlar qalaymaqam qaytishdi, pitirashdi. Birer 100 metr yergacha berishib, to'xtab qilishdi va yana yig'ilishga boshladi. Ko'chada ansizlik bilan u yoqdan bu yoqqa chirqirishib o'tgan mashinalar, otliq cheriklar ko'payishga boshladi. Shunchalik hayvatlik ishlar qilinayotsa-mu, ko'ch-ko'chada yurgan kishilar xuddi qiyondek oqatdi. G'azabga kelgan kishilarning ko'chaga chiqishini to'sib qolg'ili bo'lmaydi. Buningdan qonliq yorlarning eg'iz elayotganligini ko'rgili bo'ladi. Ozodlik tashkilotining yer osti xizmati jiddiylashgan va unum berishga boshlagan edi. Har kuni tong oldidagi qorong'ulikda ko'chalarning tomlariga, simtanab to'riklariga tashviqot varaqalari, rasmlari choplanadi. O'ylilarga tashlanadi. Har kuni cheriklar tarafidan yuzlab varaqalar yirtilib tursa, atsa atigandila yana yuzlab varaqalar paydo bo'lib turadi. Vaziyatdagi bu o'zgarishlar qo'zg'olon bo'ladiganligidan shapi beradi va xalqda ishonch paydo qiladi. Zeyniddin soat 4:20 minut qolganda sur bosgan ko'chalarni bo'ylab Olti Shuar mahallasiga qarab maqdi. U bugun mundaq bir bag'oq topshirib olgan edi. Taklifnoma. Muhtaram Zeyniddin, chorshanba kuni tushdan keyin soat 4 da Olti Shuar mahallasidagi 56-nomerli qo'roda o'tkaziladigan to'y murosimiga qatnashib berishingizni so'raymiz. Ehtirom bilan, Mahmud Axun. 1944-yili 9-oyning 12-kuni. Zeyniddin o'ylanib qoldi. Bu ajoyib ish-ku. Ya men Soyibxonni tanimasam, bu bag'oq qandoqlarcha menga kelib qoldi. Burun teri zavodda ishlagan ishchi Mahmud Axunmi ya? Yo'q. O Mahmud Axun boshqa mahallada. Uning mehmon chaqiruvdek holimi yo'q. Undaq bo'lsa, bu zodi kim? Bu Lyubendi degan jallodning o'yini bo'lmasin yana. Bu ablah Eli viloyatiga kelgandan beri ko'cha bozorlarda puxroch kiyinib, ichiga tapancha esib olgan, pichoq silib olgan qora ko'ngil lukchaklar ko'paydi. Bugun men bu bosh uchi yo'q bag'oqni topshirib oldim. Lyubendi biror bahona sabab tepib qo'lga olmoqchidir. Hozir yuz berayotgan ishlarning markazida mushu sir yoshiringandir. Hozir sirliq ishlar ozmi? U shularni o'ylab, qo'lidagi chiroyli ishlangan bag'oqqa sinchilab qarab qo'yib, yo'lini davom etdi.
uning bosh ustidagi qora bulutlar hali yomg'ir qo'yib yetadigandak sangilab turadi. Ko'chadagi uyoq bu yoqqa o'tkichilar oldirishib mangmoqda edi. Nizomiddin eransizlik bilan ketayotgandek ko'rinsa-mu, lekin ko'chada ketayotgan har bir kishiga zan qo'yib mangmoqda edi. Agar yo'lda biri peshkanlikka uchrab qolgudek bo'lsa, qanday qilish kerak? Bundoq ishlar oz bo'layotdi. Kishilar har kunligi o'nlab, yuzlab tutilib ketib qolmamdi. Hukumat hozir shunchalik vahshiylashib ketdiki, uning soqchilari o'zlariga olib qarab qo'yg'uchilardanmi gumon qildigan bo'lib ketdi. Bira paket bilan tutish emas, oldi bilan tutish. Ondan paket izlash, yasashga o'tdi. Gomindan hukumatining mohiyati mushu. Shunga meni nima asos bilan tutsan degili bo'lmaydi. Tutib olsa, paketni paydo qilmoq tas emas. Yaxshisi tutib bermaslik. Yiroqdilla saqchig'imi, puxroch kiyingan kishilargami sapsilib mangan tuzuk. Nizomiddin shundoq ish pishganlik yuz berib qolgudek bo'lsa, qanday qilishning lozimligini o'ylab, o'ng qo'lini yonchuqidan chiqarmay ketib boradi. Keynidan biri uningga yetishib keldi. Salom apandi, nega? U keyniga burilib qarab, "Salom Zayniddin", dedi qo'l berib. Zayniddin yaqinqi kunlardan beri Nizomiddin bilan tanishib qolgan. Bu uchrashish bilan har ikkisining chiroyida jo'shqinlik yondi. "To'yga", javob berdi Nizomiddin. "Nədiki to'yga?" "Alt shahar mahallasidagi to'yga." "Ha, mundaqda. Alt shahar mahallasidagi to'y murosimiga qatnashqili mengibsizda." Zayniddin ishning dal ustidan tushgan edi. Ular xeyli yaqin bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ammo bosgan qadamlarini bir-biridan yo'shirib yurishgan. Mana amdi ikkisining bir yo'lda ishganligi ayon bo'lib, sir tutishga o'rin qolmagan edi. Shunga u ishonchlik holda uning ko'zining ichiga qarab, "Albatta, vaqti yetdi Zayniddin. Harining zahardan qo'rqqan odam hargiz asal yemaydi." "To'g'ri aytdingiz apandim." Uning boyiqa andishlaridan asarmi qolmagan edi. Shunga jiddiy holda mundaq dedi: "Hamini bir o'lim, ozodlik uchun kurash qilishda o'limdan qo'rqmaslik kerak. Shundaq, go'mindonchilar bizni senko deb tillayotdi. Dunyoda buningdan ortiq xo'rlik bo'lmas. Xo'rlikdan qutulish uchun kurash qilishga, o'limdan qo'rqmaslikka to'g'ri keladi. Odam uchun eng qimmatli narsa ozodlik, erkinlik. Mush yo'lda senkolarning qanday ishlarni ta'virtalaydiganligini ko'rsatib qo'yish vaqti yetdi. Bizning bu tariximiz yezilyotdi. Xo'rlangan odamlar tarixning davomini kurash qilmoq, baxtga yetmak deb yozdi. Chunki xo'rlik cheklik bo'ladi, kurash cheksiz bo'ladi. Shundaq emasmi? Nizomiddin to'xtab uningga qaradi. Uning o'z so'zidan o'zi hayajonlanib, qo'yib qoshlari tiklashib, chiroyi texmi surlik tusga kirgan edi. "Albatta", dedi Zayniddin Nizomiddinning so'zlaridan hayajonlanib. "Hozir Alt Shuar mahallasidagi to'yga qatnashimiz. Kech kirganda yo'lan totimizda." U huzurlanib qizib ketgan aloqalarini bir-biriga surkidi. Nizomiddin kulimsirab, Hay yo'lan. Baxt nada, yariya. Ozodlikqa belni bog'lab chiqqan yerda yariya deymizda." Ikkisi kulishib ketdi. Bu kulga ichidan urg'ib chiqqan edi. Ular Do'qmushdan qayrilib Olti Shuar mahallasiga keldi. Ularning oldidagi bir ho'ylidan dab, dutar, tambur ovozi anglandi. Yana bir necha ho'ylidan o'tsila, nag'ma navo ovozi anglanayotgan 56-nomerli ho'yliga boradi. Ikkisi qadamlarini tezlatdi. 56-nomerli ho'ylida to'y ma'rakasi qizib ketibdi. Bir necha odamlar tutun ishtiyoqi bilan so'z chelib etibdi. Ho'yli ishchi yuzlaridan xushallik, tabassum ifodalanib turgan mehmonlar bilan to'lib ketibdi. Zayniddin Mamutaxun ismli sohibxon bilan ko'rishishga oldirmoqda va atrofiga sap selib qaramoqda edi. Naqshi so'z o'yin tomosha davom qilmoqda edi. Mehmon kutayotgan biri ularning qo'liqiga pichirladi. "Sohibxon,
İkkinlarni ol uyda bir piyola choy ichishga taklif qilyotdi. Qani marhamat. Ikkisi pakarg'ini bir uyning eshigi oldiga keldi. Mehmon kutkichi ularni uyga kirgizib etib, eshikni yepib qo'yib ketdi. Bu uyda yana bir mehmon kutkichi bor edi. U qani ichkirgi uyga. Ikkisi ichkargi uyga salom bilan kirdi. Ichkargi uyda cho'ridab ko'rpalar selingan. Ko'rpalar ustida liqqida kishilar o'ltirishadi. Nizomiddin bilan Zayniddin o'ltirgan odamlar bilan birma-bir qo'l elishib ko'rishdida ko'rpadan o'rin oldi. Yosh bir yigit o'ltirganlarning qo'liga suv oldida dasturxon soldi. Non, tatlı turumlar selingan patmuslarni qo'ydi. Ondan choy tortildi. Zayniddin qo'liga chinimni elib uydagilarga sap soldi. Ularning chiroylarida eg'ir besiqlik, xushxo'ylik, ko'tarangi ruhiy holat aks etib turadi. U texi gap so'z boshlanmay turibla kishilarning nemishqa bu yerga yig'ilib qolganligini tushundi. Uning yaxshi taniydigan odami to'rdagi qatorning chetida o'ltiribdi. U navaqda Zayniddinga pat orada ma'lum joyda bir yig'in echiladi degan edi. U yig'in mushi bo'lsa kerak deb o'yladi. Mehmonlarimiz kelib bo'ldi. Qani, to'y murosimizni boshlayli. Dedi to'rdagi qatorda o'ltirgan Abdukerim Abbasov kulimsirab. Bu yig'ilish biz tashna bo'lib kelgan ozodlik tashkiloti rahbarligining kengaytirilgan yig'ini. Yig'inda har qaysi cho'ng guruhlarning mas'ullari chaqirildi. Hozir vaziyatda o'zgarish tez bo'lmoqda. Uyg'ongan xalq tashkillik bir kuchning rahbarligiga muhtoj. Biz u yurtdoshdek mustahkam o'yishdik. Vaqt pishib qoldi yo'ldoshlar. Mana endi mangu o'chmas kurashchan tarix yaratishning payti keldi. Biz bugungi xalqimizla emas, balki kelgusi avlodlarimiz hurmat bilan tilga oladigan ulug' ishlarni qilishimiz kerak. Biz hargiz ularning qarg'ishi qolmasligimiz kerak. Biz qurolli qo'zg'olon ko'tarishga bel bog'ladik. Shunga qurolli qo'zg'olon ko'tarishning tayyorligini puxta ishlashimizga to'g'ri keladi. U sovib qolgan choydan 2 yutum ichib so'zini davomlashtirdi. Hozir nirqidagi qo'zg'olonchilarning harakati jiddiy. Bizning avatgan odamlarimiz xalqni tashkillash, uyushtirish xizmatini ishlab, qo'zg'olonchilarning rahbarligiga yaxshi yordam bermoqda. Qo'zg'olonchilarning bizga qo'yayotgan o'rliq talablarimi bor? Yig'in boshqaruvchi yig'inda o'ltirganlarga jiddiy ham og'ir vazifalarni yuklamoqda edi. Bu yerda o'ltirganlar zavodlarning bo'shatilgan ishchilaridan, G'o'lji shahar atrofidagi dehqonlardan va ziyolilardan bo'lib 20 ga yetadi. Bularning ko'pchiligini Nizomiddin tonimaydi. Bir necha tanishlaridan boshqa Abdukerim Abbasovni eng yaxshi taniydi va uning bilan sirdosh do'st edi. Ular Urumchida tanishgan. Nizomiddin o'lkalik Darul Muallimning eng burun o'qish tugatgan o'quvchisi bo'lib, shu yerda o'qituvchilik qilganda Abdukerim to'liq o'rta maktabning o'quvchisi edi. Ular shu mezgilda tanishib qilib, qo'yiq do'stlik o'rnatgan. Keyin Nizomiddin Ili Millatlar gimnaziyasiga o'qituvchi bo'lib yo'tkilib kelganda, uning keynidan Abdukerim kelib, shaharlik muarif idorasiga tarjimon bo'lib o'rinlashgan. Yig'in qatnashuvchilari jiddiy kayfiyatda so'zlikchining og'ziga qarab o'ltiradi. Abdukerim sirtdagi ahvollarni, Lyubindining Iliga kelgandan buyanqi elib berayotgan xufiyona harakatlarini, har millat xalqining Gomindanga qarshi kayfiyatining ustunligini, xalqning ozodlik, erkinlikka bo'lgan intilishini uzoq so'zladi. Boshqalarmu o'z fikrlarini bayon qildi. Abdukerim yana Nilqi qo'zg'olonchilarining yaqinqi harakatlarini, Gomindangning ba'zi bir organlariga tuyuqsiz tegib qo'yib, ularni aloqzodlikka selavatganligini bayon qilishga boshladi. Abbasovning aytgani o'ltirganlar uchun yangilik edi. Aytilgan ma'lumotlarga qaraganda, bu yil, ya'ni 1944-yil avgust oyida Fatih Musimov yo'ldoshlaridan ayrilib, qochqin bo'lib yurib,
Oxir Nilqi noyisining Ulastay degan teg'iga bordi. U yerda Suvonbek ismli og'asining uyida yotadi. Adsi Suvonbek jili yuzdagi Hamid Muslimovni tepib keladi. Shuningdan keyin Rafiq Boychorin, O'shuram Mamatov, Osmon Ibrohimov, Nurum Obulovlarni keladi. Bular Suvonbekning uyida uchrashidi. Bu chaqda ular Gomindang hukumatiga o'chmanligi intayin kuchli bo'lgan G'ani Mamat Boqiyevning Qosh daryosi atrofida yurganligidan xabar topadi. Ular G'anini tepib kelishga odam avatidi. 3 kundan keyin G'animo, aksi Akbar bilan Seyitmo keladi. Akbar bu chaqda yoshirinib yuradi. Chunki uning yoshirinib yurishiga zeraklik ham chaqonlik bilan qilingan mundaq bir ish sabab bo'lgan. Buni sizlarga qisqacha hikoya qilib beray. Bir kuni Gomindangchilar uning uyiga tuyuqsiz bostirib kelgan. Akbar ularga meni tutib ketsanglar qarshiliqim yo'q. Lekin men umrimda uyimga kelgan kishini mehmon qilmay qaytirgan emasman. Avval sizlarni ana ava o'g'luqim bilan mehmon qilaman. Shuningdan keyin chiroyliqcha oldinglarga tushib mangaman debdi. Ular rozi bo'lishibdi. Shu orliqda Akbar xotiniga otni egarlab yor bo'yiga tayyor qil degan gapni sharatlab uqtirib ulguribdi. Akbar o'g'loqni tutishga kirishib, uni qo'g'lab yor bo'yiga tushibdi-da, tayyor qilingan etiga minib qochib ketibdi. Shunda qilib, u tog' ichida yoshirinib yurgan yerdan kelgan. Mana bular Nilqi qo'zg'olonchilarining boshlamchilari, tashkillovchi, rahbarlik qilguvchi kuchlari. Shundaqla yana bularning hammasi bir necha 10 kishilik atroflarning komandirlari. Yaqin orada ular bir necha yuz, bir necha ming kishilik atroflarning komandirlari bo'lg'usi. Shuningdan keyin ular Ulastay teg'iga yig'ilib, Gomindang tuzimiga qarshi kurash qilish uchun qasamyat qilib, o'zlarining suyumli xalqini ozod qilishga bel bog'lagan. Ular oldi bilan Gomindangchilarni aloqsizlikka silish, ansizlikka tushirishni o'ylashgan. G'ani bilan Akbar birdan muhofizatchisini elib, G'o'ji shahriga yoshirinib kirgan. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahmon Qahharning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli to'lqinlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 1 qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglaqaysizlar. Dunyodagi boshqa millatlar qila olgan har qanday ishni bizmi qila olamiz. O'zimizni boshqara olamiz, yurt so'ray olamiz. Ammo biz bugun mahkum millat. Har millat, har kasbdagi fuqarolar, qarindoshlar, endi xotirjam o'z ishinglarni qilaveringlar. Yaqinda Nilqi vaqasi bostirildi. Sizlar hozir bir yangdan qo'l, bir yoqidan bosh chiqarib, ularni yangdinglar. Biz mana mushunda haqiqiy uyushgan kuch bo'lsaqlar, ularni oxirgacha yengalaymiz.